Xitoy doiralari atalmış ixtisosliklarni kirgizish nomida Sharq Turkistonga Xitoy oqqo'llarini yerlashtirish salmoqini davomli kuchaytirmoqda. Tangirtog' to'rining 20 martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning har qaysi joylarida maxsus xizmat umigi tashkillanib, Xitoy o'lkalaridagi ko'plagan oliy maktablarga evatilgan. Mazkur o'maklar har qaysi oliy maktablarni Xitoylarning ixtisosliklarni taklif qilish nomida Sharq Turkistonga yerlashishga tashviq qilgan. Xabarda bildirilishicha, Aqsu viloyati 77 ish o'rni ajratib, Xitoy oliy maktablaridan atalmış ixtisosliklarni Aqsuga ko'chirib kelgan. Aqsu viloyati bultur 1000 magistr doktor kirgizish plani bo'yicha magistr aspirantlikdan yuqori o'qish tarixiga ega Xitoylardan 204 ni Aqsuga ko'chirib kelgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 20 mart bayonot e'lon qilib, Yaponiya hukumatini Yaponiya parlamenti a'zolarining chaqirig'iga quloq solib, avtomobil ishlab chiqaruvchilarning Uyg'ur diyoridagi majburiy emgak bilan bo'lgan aloqasini tekshirishni talab qilgan. Yaponiya parlamentining hokimiyat beshi va hokimiyat sirtidagi partiyalarga mansub bo'lgan bir guruh a'zosi o'tgan yilning oxirida chaqiriq e'lon qilib, Yaponiya hukumatidan avtomobil ishlab chiqaruvchilarning Uyg'ur diyoridagi alyumin sanoatida mavjud Uyg'ur majburiy emgaki bilan bo'lgan munosabatini tekshirishni talab qilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 2023 yil 10-oyda e'lon qilgan dokladida Sharq Turkistondagi alyumin sanoatida Uyg'ur majburiy emgakining ishlatilganligi, Toyota'ni o'z ichiga olgan danglik avtomobil shirkatlarining davomli Uyg'ur majburiy emgakiga aralashgan alyumin mahsulotlarini ishlatayotganligini bildirgan edi. O'tgan yili Xitoyda chet eldan selingan bevosita mablag'da xotirlangan tuvallash bu yilning oldingi 2 oyida davomlashdi. Xitoy Savdo ministrligining bayonotiga qaraganda, chet elning bevosita mablag'i 2024-yil 1-oydan 2-oygacha 215 milliard 900 million yuan bo'lgan. İşletilgan chet el mablag'ining amaliy miqdori bulturga o'xshash mazgildagiga selishtirganda 19,9% tuvalligan. Xitoyda bevosita chet el mablag'i 2023 yili 8% tuvalligan bo'lib, 1998 yildan buyon tunji qitim tuvallash ko'rilgan. İlgilenişçe, Türkiye Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri bosh elchi Burak Akchapar, Beijingda Xitoy Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri bosh elchi Deng Li bilan Turkiya Xitoy siyosiy maslahat yig'ini o'tkazgan. Türkiye taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, kengash jarayonida ikki taraf munosabat, rayon va xalqaro masalalar haqida atrofli fikr almashtirilgan. İsrailiya G'azza rayonining shimolidagi Shifa doktorxonasini va uning atrofidagi bir qism falastinliklarni yerim yalang'och holda janubga ko'chishga majburlaganligi oshkorlandi. Bir falastinlikning uyining derisidan tortgan ko'rinishlar ijtimoiy taratqularda tarqaldi. Ko'rinishlarda bir to'p falastinlik janubga qarab harakat qilayotgan bo'lib, ularning badanining usti yalang'och, ostiga faqat ish kiyimlarini kiygan. İlgilenişçe, İsrailiya armiyasining G'azza rayonidagi Shifa doktorxonasi qilgan hujumida hozirgacha 170 dan ortiq falastinlik hayotidan ayrilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Moskvadagi terrorlik hujumini Ukraina bilan bog'lashga uringanligini aytdi. Zelenskiy Rossiya armiyasini Ukraina va bu davlatda yashaydigan kishilarga qarshi terrorlik harakatlari elib bordi deb aybladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hujumni qilgan 4 terrorchini o'z ichiga olgan 11 kishining qo'lga ilinganligini e'lon qildi.